sizni avgust oyiga bekarga umraga jo'nataman. Azizlar, biz bugun umra sovg'asini berishlik uchun aynan 2026-yildagi safarlarimizga tavakkalalloh o'tgan safar ham keldik, lekin aynan munosib bo'lganini topolmadik. Bugun inshaalloh surishtirib kelyapmiz. Agarda lozim bo'ladigan bo'lsa, Andijon shahri, Andijon tumani, Andijon tumanidagi Ko'l Banisasi deb qo'yadi. Tuman tibbiyot birlashmasiga keldik. Bu joydagi tozaligiga qaraydigan sanitar kapalarimizdan bittasini tanlab, muhtoj bo'lganiga umra sovg'asini beramiz inshaalloh. Inshaalloh. Sharoitini birga ko'rib kelsak bo'ladimi? Mabodo har ehtimolga qarshi. Nechta farzandingiz bor? Nechta o'g'il, nechta qiz? Bir o'g'il. Xo'jayinga nima bo'lgan? Alloh rahmatiga olsin. O'zingizni bo'yningizga qo'ygan ekan. Orzular, niyatlar. Turmush o'rtog'ingizdan keyin uni xonadonidan chiqarib yuborishgan sizni. Ha, to'rtta o'g'il edi-da. Ha. Panoxonaga narsani olib bera olasizmi, opajon bo'lmasam, bezovta qilmaymanmi sizni? Keling opa, mayli. Bugun shukrona kuningizmi endi? 55 ga kiribsiz, va subhanalloh. Xudo to'g'rilab olib kelgan ekanda. Ra'no opa, meni ismim Bahodirjon, o'g'lingiz deyman, tanib oling meni. Meni umra firmam bor. Tavakkal siz bilan gaplashuvdim. Sizni avgust oyiga bekarga umraga jo'nataman. Inshaalloh. Dunyo ko'zlarga tor ko'rindi, shayton aldamoqqa urindi, yurak sog'inch bilan urardi, Rasulullohni sog'inganda, hadis tinglaganda yoqardi, ko'zimdan yoshlarim oqardi, tunlarim uyqusiz o'tardi, Rasulullohni sog'inganda, tunlarim uyqusiz o'tardi, Rasulullohni sog'inganda. Makka yu Madinaga borsam, yurgan yo'llaridan men yursam, qaniydi men yonimda ko'rsam, Rasulullohni sog'inganda, gaplarim ichimga sig'maydi, hech kim holimni tushunmaydi. Tushlarimda qani ko'rsaydim, Rasulullohni sog'inganda, tushlarimda qani ko'rsaydim, Rasulullohni sog'inganda.